Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Asakani Navkanida, Andijonda Asakasi Navkan degan joydamiz. Bu xonadonimizga ham tunaka fon ishlarimizni qilib beryapmiz. Hozir sizlarga ish jarayonlarini ko'rsatib o'taman. Eng qizig'i bu joyda eski pataloy bo'lgan, qadam bo'lib pastga tushadigan eski taxtadan, do'pidan qilingan pataloy bor. Hozir sizlarga bu joyimiz endi boshlanyapti. Xuddi shuni bitgan joylarini ham ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Bizni kuzatib borsanglar, xudo xolasa sizlarga yaxshi manfaatli videolar qilib boramiz. Hamma ishlarimizni ham iloji boricha ish jarayonlaridan ham qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Ko'proq bitganlarini qo'yishga harakatini qilamiz. To'g'ri, haligi bitganda sal biz ulgurmaymiz ham borib. Bitmaganlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Andijonda Asakasini Navkan degan joydamiz. Bu joyimizda shunaqa ko'rinishda pataloylar bo'lgan. Bu tomonlari ham, tay tomonlari ham. Buni o'zi duoldan bu chekagacha 160 santimetrli shapkamiz, o'stirmamiz. Haligi eski oldingi paytlarda pataloy qilinib qavat pataloylardan bo'lgan joyimizdan o'sha ko'rinishda bu joyimizni buzib turib, boshqatdan chiroyli qilib, go'zal qilib, tarnovni tagidan pastgacha uni xorini tepa tomonigacha chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Ichkari tomon o'stirmasi bor. Polni bo'ladi. Ko'cha tomonlari bu bo'lgan, o'sha darvozaxonasi bo'lgan. Ichkari tomonda faqat mana shu o'stirma shapkasi qoldi. Ko'cha tomoni ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Faqat uni eni 1.60 emas, 1.20 lik shapka bo'lgan, lekin pastligi shunaqa holatda bo'lgan. Hozirlarga tashqari ko'cha tomonni ham ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Darvozaxonamizni ham chiroyli holatda qilib berganmiz. Bu tomonlari ham ulanib, ko'rib bo'lib, tepaga qarab ko'rinib, tepaga qarab o'tib ketadi. Bu ichkari tomonlarda ham imkon boricha pastga olib tushamiz-da. Pastga olib tushgandan keyin tagiga iloji yo'q, patnis qilib, ko'rib qilib beramiz. Hozir tashqari tomonni ham ko'rsatib o'taman. Qadrdonlar, bu tomonimiz ko'cha tomonimiz, xuddi shu xonadonimizni ko'cha tomoni. Ichkari tomonga o'xshagan o'stirma shapkamiz bo'lgan. Shunaqa holatga olib kelganmiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Qachonlardir tunaka fon pataloy qildirmoqchi bo'lsangiz, ko'rib borsangiz, bizni ishlarimizni xudo xolasa joyingizga qarab, imkon boricha fasonlarni tanlab, chiroyli qilib, go'zal qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bu xonadonimizni ham xudo xolasa 2 kun, 3 kundan keyin to'liq obzorini qilib beramiz. Imkon boricha bitgandan keyin bu joyimizga necha kvadrat ketdi, qanaqa ranglarimizdan ishlatganmiz, necha kunda bitgan, tarnovlarni qo'yganmizmi, hammasini to'liq videosini ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatib borsanglar, xudo xolasa ishlarimizni hammasini imkon boricha qo'yib o'tamiz. Faqat videolarimiz haligi bir-biridan haligi bitmaganlarini ham qo'yamiz-da, keyin bitgandan keyin 3-4 kundan keyin qo'yiladi. Ashlar chalkashib ketib qoladi birarda, ashlarda bir o'zingizlar tushunib olasizlar. Ko'cha tomonimizni ham bunaqa fasonda qilganimiz sababi sal pastroqqa tushadi-da. Bu yerda tarnotaydan bitta 17, mokri ham 17, mana bu Navoiyimiz tagigacha ham 18 sm, u yog'i 50 santimetrdan pastroqqa tushirib turib, keyin bunaqa ko'rib hosil bo'lgan. Agar bittalik bo'lganda bu ko'ribimiz kichkina bo'lib qolgan bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Masofani farqi yo'q. Tog'ning narigi tomoniga kelishilgan holatda chiqib qilib beramiz, xudo xolasa. Tarnovimiz alohida bo'ladi, faqat tarnovdan tashqari mana xuddi shu holatda bo'ladigan bo'lsa, tarnovni
tagidan boshlanib mana shu duvolgacha bo'lgan joyimiz 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Listimizni 4 xil listimiz bor. 03, 035, 037, 04 listlarimiz bor. Shu 04 gacha bo'lgan listimiz 120 mingdan 140 ming so'mgacha. 4 xil listga shuning uchun 120 dan 140 gacha deymiz. Tarnovimiz alohida bo'ladi va kosmosimiz alohida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.